Yo, WhatsApp, bodring boshlar, qaraysizlar. Uzr, adashib ketdim. Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan men yana Smozi va mening yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun sizlar bilan ajoyib bo'lgan creepypasta haqida gaplashamiz. Qanunda biz videoni boshladik. Aytgancha, albatta kanalga obuna bo'ling va ko'rib turgan videongizga like bosing. Qanundan bo'lsam, videoga ketdik. Bu o'yinchi vijvaniya qilib yurganda va nihoyat bitta qishloq topadi va u yerga borganda esa hech qaysi uylarning eshigi yo'q edi. O'yinchi albatta hayron qoladi. Nimaga eshigi yo'q deb axir siz o'ylashingiz mumkin, orqasida bor deb. Yo'q, aksincha orqasida ham yo'q edi. U bir qancha uylarni tekshirib ko'radi, lekin baribir eshik topa olmaydi. Ichkarida esa oddiy uylardek, hamma qishloqda bo'lgandek u ichkarini sindirib ko'radi va ichkariga kiradi. Ichkarida esa hech qanaqa hayron qoladigan narsa bo'lmaydi. Odatiy qishloq xonalari bo'ladi. Va u sandiqdan narsalarni olib bo'lgach tashqariga chiqadi va tashqarida biroz muddat turgandan keyin g'alati ovoz eshitiladi. Va u bir necha daqiqa oldin ochgan uyi yana toshlar bilan yopib qolganini sezadi va bu nega yopib qoldi va uni yana bloklarni sindira boshlaydi va ichkariga kirsa esa hech bile bo'lmagan bo'ladi va yana chiqib ketadi va oldin yana qishloqqa paydo bo'lib qoladi. Bu yerda avval qishloqni u ko'rmagan edi va u hayron bo'ladi. Va u tung tushgancha barcha qishloqdagi uylarni eshigini ochib chiqadi va u o'ziga uy qura boshlash uchun o'ziga materiallar topib, o'ziga kichkinagina boshpana uchun joy izlaydi va o'sha yerga uy qura boshlaydi. Uy qurayotganda o'zidan qafasning ichidagi sigirlar o'lay boshlaydi. Va unga pastda bir narsa pishirib qo'ygandek, u suv bilan pastga tusha boshlaydi. Va u pastda hech bir topolmagandan keyin asta tepaga chiqmoqchi bo'ladi. U uxlash uchun o'zidan qishloqlarning uyidan bitta yotoq olib keladi va uxlashim kerak deb tepaga chiqadi va eng qiziq voqea shu yerdan boshlanadi. Va u uxlashdan oldin qishloqda ko'zdan kechiradigan bir uy yona boshlaganini ko'radi va u qo'rqib ketadi va unga yana bir narsa pishirib qo'ygandek yana pastga tushmoqchi bo'ladi, lekin u yana qo'rqadi qayerda va u faqat o'yinda bir o'zi edi va suvni olib u pastga tushishga harakat qiladi.
va u biramallab uyni o'chirishga harakat qiladi va o'chirishga muvaffaq bo'ladi. Va uxlab turganda oldidagi qishloqlar hammasi birdan g'oyib bo'lib qoladi. Va u bundan juda ham hayron bo'lib ketadi va atrofiga qaraydi, lekin hech narsa topa olmaydi. Va u qo'rqqanda bir tepaga chiqib ketmoqchi bo'ladi, lekin chiqishga fursat bo'lmaydi. Va u shuncha aylanib qishloqni ko'zdan kechirgan bitta qishloqni ko'rib qoladi va uni orqasidan bir narsa pishirib qo'yganda yuguradi. Va u o'sha uyni oldiga kelib qarasa, ichkarida golem turgan bo'ladi va bu yerga golem qayerdan keldi? Bu juda ham qo'rqib ketadi. Va uyni eshigini yopib, o'zimga yana bronelar olib, yana u yerga xavfsizroq boraman deb o'ziga brone tayyorlash uchun uyiga chiqib ketadi. Va o'ziga broni yasab ichkariga qo'rqmasdan kirmoqchi bo'ladi va qo'rqmasdan kiradi. Kirkani olib ichkarini sindirib esa nima bo'lsa bo'ldi deb ichkariga kirganda esa pastda maydalagich ustida esa golem turgan bo'ladi va uni juda ham qo'rqib ketadi va uydan bir ketmoqchi ham bo'ladi, ammo u golemni qutqarmoqchi bo'lib atrofdagi barcha narsani sindirib tashlaydi. Va u tepaga chiqib tepani kengaytirayotganda qandaydir bir narsa kesilganday ovoz eshitiladi. Va u pastga tushib golemni tekshiraman deganda esa golem afsuski joyida bo'lmaydi va bundan juda ham qo'rqib ketadi. Afsuski videomizning birinchi qismi shu yerda yakun topadi. Videoning ikkinchi qismi esa tez orada chiqadi. Sizlar esa albatta kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing va keyingi videolar ana shunday qiziqarli va voqeali va sirli darajada chiqishga davom etadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Smozy va aytgancha mening Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying va u yerda qachon video chiqishi va qayerda qanaqa video chiqishlari va kanalim haqida bor ma'lumotlar u yerda joylangan. Hammaga xayr.